Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, youtuberlar. Qirg'iziston Jalloboddamiz. Ishimizni ko'rib bitta baho beringlar tunikaga tayyor bo'ldi. Tunikalarimiz Namangandan, Mastertomdan kelgan. Ish jarayonlaridamiz. Tunkalarni tortish. Mashalloh deb kommentariyada yozib ketasizlar. Ishimiz bitta ko'ringlar. Juda ajoyib, go'zal holatda bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishini sifatli qilib bitirib beramiz. Ko'cha tomonlaridan ham ko'rinishini ko'rsataman hozir. Qirg'iziston nomerlar. Ko'cha tomondan boshlaganmiz. Seliflar o'rnash jarayoni. Seliflarning cho'qiga e'tibor beringlar. Ideal bo'lgan. Yevra karnizlarni o'rnatganmiz. Bugalarga ham ahamiyat beringlar. Zazor umuman yo'q. Zakasni holatda Mastertomdan yetkazib berishgan. Juda chiroyli kelgan. Mana. Yevra karnizlari biz uchun maxsus chiqadi bu. Obuna bo'lmay ko'ryapganlar, buni bo'lib qo'yasizlar. Ishini chiroyli qilib bitirib beramiz. Bitgandan keyin ham qo'yib ketamiz, tunkasi chiqqandan keyin.